Bundan qariyb 3 yil avval aynan mana shu joyga biz tasvirga olish ishlari uchun kelgan edik. Biz hozir ayni damda Marhamat tumani Polvontosh posyolkasi, ya'ni Konchilar mahallasidamiz. Bu yerda finskiy dom, ya'ni finlar qurgan dom deya mana shu yerda ko'p qavatli uyni tasvirga olganmiz va bundan tashqari shu yer haqida ko'rsatuv tayyorlagan edik va biza yagona bitta narsa hayratga solgan edi. Mana shu turgan joyimizga tutash binolar qurilgan edi bu yoqda. Ya'ni bu yerda aholi istiqomat qilish uchun, kuz qishiga tayyorgarlik ko'rish uchun qiyinchiliklar bor edi. Mana hozir qisqa muddatda mana shu qiyinchiliklar bartaraf etilibdi. Biz shu yerga yana bir bor tasvirga olish uchun tashrif buyurdik. Sizlarga hozir avvalgi va hozirgi holatni ko'rsatamiz va fuqarolarning fikrlarini eshitamiz. Bizni kuzatishda davom eting, sahifalarimizga obuna bo'ling. Biz sizga eng yaxshilarini ilinamiz. Rahmat. Shu yerda 11 yildan beri istiqomat qilaman. Oldingi sharoitlarimiz juda yomon edi, yo'llarimiz juda rasvo holatda edi. Shu Marhamat tumani hokimi tashabbusi bilan mana qaytadan remont bo'lib, sharoitlarimiz juda yaxshi bo'lib qoldi. Tuman hokimimizning hissasi katta bunga, katta minnatdorchiligimizni bildiramiz tuman hokimimizga. Oldin to'g'risi suvlarimiz ham yo'q edi. Hozir suvlarimiz har bitta xonadonga suvlar tushirildi. Bu yerlar remont bo'ldi. To'g'risi juda noqulay edi-da. Sharoitlarimiz juda og'ir edi. Tomlarimizdan chakka o'tardi, tomlar yangilandi, tandir o'choqlar qilib berildi. Tandir o'choqlarimiz ham o'zimiz qilgan edik. Hamma o'ziga qilib olgandi, juda eski holatda edi. Hozir yangilanib, yangitdan tandir o'choq hamma yo'q qilinib, eng muhimi daraxtlar ekilib, mevali daraxtlar ekilib, hamma yo'g'imiz chiroyli bo'lib qoldi-da. Hali birov kelsa ham bir taklif qilsangiz uyatmaydigan bo'lib qoldi. Bu yerda nechta xonadon istiqomat qiladi hozir? 16 ta xonadon istiqomat qiladi. Ikkita ko'p qavatli uyimiz bo'lib, bu 1947-yilda qurilgan. O'ta xarob va tashlandiq holatga kelib qoldi. Noqonuniy qurilmalar ham ko'p edi. Tuman hokimimiz tashabbusi bilan mana tomlar almashildi. Aholiga juda sharoit yaxshi yaratildi. Har bir nimaga kladovkalar qilindi, har bir fuqarolarga. Ko'cha daraxtlar bular. Daraxtlar. Mevali daraxtlar ekildi. Mevali daraxtlar. Mevali daraxtlar ekildi. Xonadonlarga mevali daraxtlar ekildi. Hojatxonalarni yangi qilib berdi. Mana osh nimalarni qilib berdi, tandir o'choqlar qilib berdi. Nimamizga, aholimizga imkoniyat yaratib, sharoit yaratib, juda katta niqalar ishlar olib bordi tuman hokimimiz tomonidan. Endi oldin murojaat qanaqa ko'pmidi bu yerda murojaatlar? Oldin ko'p edi murojaat, suvdan muammo qilishardi. Keyin chak ko'tardi ko'proq tomlaridan, ko'p qavatli uy bo'lganligi uchun qarovsiz, tashlandiq holatga kelib qoldi. Keyin noqonuniy qurilmalar ko'p edi, bir-biri bilan murosa qilisha olmasdi xalqimiz. Hozir Xudoga shukr, minnatdor xalqimiz tuman hokimimizdan, prezidentimizdan shunchalik sharoitlar yaratib berganiga. 15-20 yildan beri shu yerda yashayman. Oldingi holatlari shu yerda noqonuniy solingan edi, uylarda atrofi yopiq edi. Juda ham qiyinchilik, juda ham qiyin edi. Oldimiz hammasi o'zlari sharoit yaratishib, o'rab olishgan edi. Shu nimalar buzilib, hozir chiroyli bo'lib, yana ham niqa bo'ldi. Hammaga bittadan kladovka qilindi. Tandir o'choqlar, nonxonasi bilan birga bo'ldi. Hojatxonalarni erkak ayollarga alohida qilib berishdi. Hozir endi tomlar tevalariga, endi tevasiga tannovlarni qo'yishib, chiroyli qilishib beryapti.